Dagi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun men Latviyada o'rtog'im bilan bitta magazinga boramiz. Sizlarga buni obzor qilib beramiz. Reально menga Rigan vibe yoqadi, ayniqsa kechqurun Old Townda. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan magazinimiz eng необычный magazin. Bu yerga birinchi marta men Latviyadagi do'stim olib kelganda, ikkinchi marta o'rtog'im bilan keldim. Bu yerda hamma muzikantlarning original albomlarini topsanglar bo'ladi. Tasavvur qilasizlarmi? Jazz, rap, K-popperlar hammasi shu yerda. O'zim birinchi marta borganimda og'zim ochilib qolgan edi. Hamma jinsilarga yoqadi deb o'ylayman. O'shuncha Latviyaga kelsanglar bir marta bo'lsa ham shu magazinga kirib ko'ringlar. Original disklari, albomlari, hattoki merchlari ham bor ekan. Agar videoni o'zingizlar yaxshi ko'rgansizlar, bu videoni ko'rgan bo'lsanglar kommentariyaga yozib ketinglar. Buni ham detaylga kiritib qo'ysa bo'ladi. Umuman zerikmaydigan joy ekan. Men o'ylayman, kimdir juda ham katta fanat bo'ladigan bo'lsa, o'shanga original albom beradigan bo'lsa, eng yaxshi podarka bo'ladi. Kelganimda bu yerdagi merchlarni ko'rmagan ekanman. Bu yerda merchlari ham bor ekan. Legendarniy muzikalardan New Launchlargacha hammasi chiqqan ekan. Masalan, men yoshligimdan fanatlik qiladigan reperlarni o'zining original albomlarini ko'rib, men o'zim maza qildim. Bundan tashqari bu yerdan ketayotganda esdaligi sog'ib ketadigan bo'lsalar, juda ham ko'p aksessuarlar bor. Rasman tushunmagan narsa, menga Brat albomi Mamatdagi Bilash albomdan qimmat. Qisqa eslatma, tug'ilgan kunimgacha 100 mingta bo'lmoqchiman. O'shuncha hozir menga obuna bo'lib qo'ying. Iltimos. Bundan keyin magazinda odam ko'payib ketdi. Biz sirazi chiqib ketdik. O'zimizga bekeridan Sinabon olgani bordik. Latviyaning bekerlar juda ham yoqadi menga. Servisi ham hamma narsa shirin bo'ladi. O'z narxlari ham unaqa qimmat emas. Sinabonni olib, bundan keyin Circle K kirib, kofe ichib, g'iybatlashib o'tirdik. Maydiva menga obuna bo'lib qo'ying. Всем bye.